Samira Hadicha. Endi shu narsa sizni uyingizda bo'ladigan bo'lsa, albatta sizni ismingiz turgan bo'ladi. Bu ya'ni o'sha eshigingiz tagidagi prixoshka deydimi, o'shaning universal varianti. Bir tomoni aynak, qarang. Bu tomoni vishilka-yu, oyoq kiyimlarga maytda yana sochiq-pochiq ilgani ham joy qilib qo'yishdi. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilar, Zohid Mirzayev kanaliga xush kelibsizlar. Biz bugun O'zbekistondagi eng katta bozor, ya'ni Andijon jahon bozori yangi ko'chib kelgan joyi Andijon mebel markazi bo'ladi. Bitta 16 gektar joyga joylashgan 6 ta boksdan iborat bo'ladi. Har bitta boksga kirib chiqamiz. Narx-navolarni so'raymiz, nima deydi, dastavkalarni so'raymiz. Zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, qisqasi taburetkadan boshlanib, eng katta o'sha kuxunni garniturgacha siz izlagan, ya'ni o'sha standartdan boshlanib premium variantigacha bo'ladi, xudo xolasa. Hozir birinchi bo'lib Aziz akamiz joyiga kelganmiz, ya'ni mehmonxonalar uchun jihozlarga. Aziz aka, assalomu alaykum. Rahmat. Charchamaysiz aka? Endi qarang Aziz aka, mana operator bu tomonga o'tib oling-da. Mana Aziz aka men birinchi aytdim, mana Mayta Hadicha, Samira deb aytdim. Albatta. Olgan odamning ismini albatta zakaz qilsa, kim zakaz qiladigan bo'lsa, ismlarini yozib beraveramiz. Ismlarini yozib berasiz. Albatta yozib beramiz aka. Men to'g'ri tanishtirdim aka, buni universal. To'g'ri tanishtirdim. Universalniy pirixoshka deyiladi. Universalniy pirixoshka ancha kiyim-kechaklarni, patinkalarni qo'yaveradi. Orqasiga chachiq, vishilka, so'mkichkalar ilaradigan bir xipchangina qilib pirixoshka qilganmiz buni. Xo'p, mana shundan boshladik. Buni endi narxi qancha? Narxini 1 million 300 ming so'm deyapmiz, ya'ni kelishilingan holatda beraveramiz. Kelishilingan holatda. 1 million 300 ming so'mdan qaytayapmiz. Aziz aka, videoni boshida kelishib olaylik. Bularning dastavkasi O'zbekiston bo'ylab qanaqa bo'ladi? O'zbekiston dastavkasini xudo hozir kelishilingan holatda qilib beraveramiz. Qilib beraverasiz. Klient bilan kelishamiz, unga yoqadigan holatda qilib beraveramiz narx-navolarni, dastavkalarini. Bo'lmasa aka bir boshdan boshlaylik. Mana o'si Bunlarimiz aka troyka deyiladi, mehmonxonalarga qo'yiladi. Bu aka eshik shanlari xudo xolasa vakuum, fasadlari MDF dan bo'lgan. Aka, hamma yo'llarni ochib ko'rsatsa bo'laveradi mana aka. Xudo xolasa. Mana ichidagi aynagiga ham adashmasam birli ayna shekilli yo'q. Birli ayna freza bo'lgan ekan, xudo hozir qo'llari kesilmaydi inshaalloh. Ular kalyonli bo'ladimi? Kalyonli bo'lmaydimi? Yo'q, kalyonli bo'lmaydi. Kalyonli bo'lmaydi. Mana oq varianti shuni. Aka. Qanaqangi mehmonxonalarga jihoz kerakadigan bo'lsa, xudo xolasa kelishilingan holatda dastavkalarni olib borib uyning ichiga o'rnatib beraveramiz chiroyli qilib. Xizmatlar ham bor. Xizmatlar ham bor albatta. Qarang endi Aziz aka. Bu bilan buni ko'rsatingiz, bu rasvetkasida farqi bor xolos, to'g'rimi? Rasvetka ikkovi bir xil, rangida farqi bor. Bu oqroq, bu kimgadir go'ltiroq rang. Endi qarang. Buni razmerlarini ham aytib o'tdik. Razmerlari xudo xolasa aka, shu holasi 3,5 metr holatda turaveradigan bo'ladi. Yopishtirib qo'ysa, oralarini yopib 3.30, 4 metrga da qo'yilaveradi xudo xolasa. 4 metr 4,5 metrgacha orasini ochib qo'ysa bo'ladi. Shunaqa variantda ishlab turitilgan narsada bu troyka deyiladi aka. Buni necha xil rasvetkasi bor buni? Rasvetkasi 10 xil rasvetkasi bor. Mana bu 2 xil turibdi. Ya'ni mana orqa tomonlarimizda o'tganini ko'rsatamiz. Rasvetkasi ko'p. Qanaqangi holatda mebel kerak bo'lsa, telefon raqamlarimizni beramiz, qilib beraveramiz xudo xolasa. Xizmatlari hamma yo'q ichida, dastlabki uyning ichiga olib borib, o'rnatib, joylab chiqishlar hamma yo'q o'zini ichiga. Aziz aka, buni narxini aytib ketamiz. Narxlarni xudo xolasa, bozor narxini aytadigan bo'lsak, 6 million so'm kami bor deyapmiz. Kelishilingan holatda dastavkalari ichida qilib 5 million 300 ming so'mdan Andijon viloyati bo'ylab yetkazib beraveramiz. Bo'ldi, tushundim. Endi Aziz aka, bu bilan hamkorlik qilaman desa ham, hamkorlik ham albatta hamkorlik qilamiz. Albatta hamkorlik qilamiz. Xonadonga olasizmi, hamkorlik qilaman desizmi, pastda raqamlar chiqadi, bemalol aloqaga chiqib, ishingizni bitirishingiz mumkin. Keyingisi o'tadigan bo'lsak, bu keyingimiz xudo buni penal deyiladi. Mehmonxonaniki bu ham penal. Ko'pchilik penal deydi, kimga troyka deydi. Ancha-muncha idish tovog'i, menga ancha-muncha idish tovog'i, bagima idish tovog'ini qo'ysa ham bo'ladi, gul qo'ysa ham bo'ladi. Bu penal deyiladi aka. Krashinni ish ham yo'q. High-tech uslubda bo'lgan narsa, krashinni ishlarimiz MDF, fasadlari MDF aka. Eshik shanlari xudo xolasa vakuum mana aka. Vakuumli eshiklar. Xo'p, aka, bu razmeri qanaqa buni? Buni razmeri 3,5 metr, 3,60, 3,5 metr, bu ham 4 metrgacha qo'yilaveradi. 4 metrgacha qo'yilaveradi. Razmerlarimiz standart. Yana uyni razmeriga qarab o'lchab borib qilib beraveramiz chiroyli qilib. Xudo xolasa, razvetka nima deydi? Ranglari, boshqa ranglari ham bor. Albatta, qanaqa rang desa qilib beraveramiz. Qaysinisi ma'qul? Uyni razmeriga qarab ham qilib beraveramiz chiroyli qilib. Kattami, kichigimi? O'rtoqlar, hozir mana operator sekin olib ketyapti. Qaysi mebel yo'qsa, shunday skrinshot qilasiz. Raqamlarda Telegram bo'ladi. Bo'ladi. Telegram, WhatsApp shuni raqamlarimiz bor. Mana shu mebel menga yoqdi, menga bunaqa rangidan qilib bering deb bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Aytaylikki, mashina zakaz qildi. Necha kunda bitadi? Agar zakaz qilib, razmerlarimiz shu razmerda o'zida bo'lsa, zakatobkalarimiz bo'ladi. 2 kunda tayyor bo'laveradi zakaz qilgandan keyin. Boshqacha razmer o'zgaradigan bo'lsa, uzog'i 1 haftada.
Shu fasonda bo'lsa, Shu fasonda. 2 kunda bitadi. Shu razmer shu fasonda bo'lsa 2 kunda bo'laveradi. Bo'ldi. Xo'p, buni narxini aytib o'taylik. Buni narxlarimiz ham xudo xolasa, mana shu trokalarimiz narxlarida hozir sal yengilroq qilib narxlarni aytib 5 million 200 ming so'mga beraveramiz. 5 million 200. 5 million 200 ming so'm. O'zi 6,5 million so'm narx aytamiz. Mana hozir sizlar kelib turganingiz uchun sizni nomingizdan chiqaramiz 5 million 200 ming so'mga chiqaramiz. Rahmat. Xo'p, orqamizdagi bu pat televizor deyiladi, aka. Pat televizorimiz ham mana xudo xolasa yaxshi. Mana. Bu necha razmer bo'ladi aka? Bunimiz 180 ga 45. 180 ga 45. Buni ham Bo'yimiz 70. Ha? Buni ham har xil rasvetkalar. Har xil rasvetkasi bor. Qanaqa rasvetkangizni qilib bera olamiz. Bunimizning narxi qancha? Bunimizning narxini 1 million so'mga qilib bera olamiz. 1 million so'm. 1 million so'mga qilib bera olamiz. 1 million 200 ming so'm narx aytamiz bozorda, 1 million so'mga qilib bera olamiz. Aziz aka, mana aytaylikki, menga o'xshagan bari qiziqqan, hozir hamma to'g'risi Instagram, YouTube'da baribir ko'radi-da boshqacha variantlarni ham. Ularni ham bemalol kimga qanday mebelning turi kerak bo'lsa qilib bera olamiz inshaalloh. Ha, o'zlariga yoqqanini tashlab bersa, qilib bera olamiz chiroyli qilib. Bemalol qilib beraveradi. Albatta qilib beramiz. Bu tomonga yuramiz. O'taveramiz aka, mana bu tomonda aka. Bu ham o'sha mana bu oldingi ota-bobolarimiz ishlab chiqqan stenka bo'ladi. Stenkani hozir shkafli gorka bo'lib yangilik bo'lib chiqdi aka bu mana. Shkafli gorka bo'lib, yana ham zamonaviyroq bo'lib shkafli bo'lib chiqdi. Mana bunday ochganda ikki tomon jenskiy muskoy ilinadi mana aka. Mana. Ikki tomon jenskiy muskoy ilinadi. Buni qilganimizdan maqsad kichkina gorkalar bo'ladi 280 3 metrgacha. Bu 3.40 razmeri 3.5 metr joyga tushaveradi. Bo'yi 2.5 metr. Kelin-kuyovlardan shkafli spanagan turib olsa, shkaflar kichkina bo'lib qolganda klientlar talab bilan kelib chiqib ikki tomoni kichkina gorkaga shkafli gorka qilib qo'shganmiz. Divisozonning usti boshlarini qo'yib qo'yadi ikki chekkaga. Qish kelsa yoz, yoz kelsa qish kishilarni qo'yib qo'yadi. Qimmat usti o'pshida turib urinmaydi. Shunaqa narsa deb qilganmiz. O'rtalariga idish tovoqlar akalar mana. Eshik shanlari xudo xolasa vakuum. Eshik ochilib yopilishlari albatta zo'r. Ha. Eshik ochilib yopilishlari. Xolasa bir tomon ilinadigan, bir tomon polka qilib bering desang qilib bera olamiz. Qilib beraveradi. Ranglarining turi ko'p. Ranglarining turi ko'p aka. Aziz aka, buning narxi qancha? Bunimizning narxini o'zi 6,5 million baho aytyapmiz. Buni ham sizning nomingizdan keladigan bo'lsa 5 million 300 ming so'mga Andijon viloyati bo'lsa dastlabkasi bilan qilib beramiz. Rahmat aka. Andijon viloyati 5 million 300 ming so'm dastlabkasi bo'ylab qilib beraveramiz. Akamiz omma narxlarni, yaxshi narxlar aytyapti. Shuning ham bitta usta. Aka ustada bu birinchi qo'lda, to'g'rimi? Birinchi qo'l. Qaqali dikon deydi-yu, dikon deymiz. Albatta hammasi o'zimiz qo'limizdan ishlab chiqamiz. Ustani o'ziga ham bitalak bosib qo'yasizlar. Kommentariyaga o'zlaringni albatta fikrlaringni qoldirasizlar. Aka, buni zakaz qiladigan bo'lsa, bu qanchada bitadi? Buni ham zakaz qiladimiz. Shu qaysi ishimiz zakaz qilsa, shu ishimizni o'zini razmerlarida bo'lsa 2 kunda tayyor bo'laveradi. Razmerni yo kattaroq desa, jam 4 metr desa yoki 5 metr desa yoki jam undan kichikroq deydigan bo'lsa, bir haftada tayyor bo'laveradi. Bir haftada tayyor qilib beramiz. Uyni ichiga olib borib, buni ham o'rnatib jaylab beramiz. Qanaqangi jihozimizni olsa, dastlabkilari xizmatlarimiz bepul. Bo'ldi. Qilib beramiz hammasini. Keyingisiga o'taylik bo'lmasa? Keyingimiz akajon buni yangi ishlab chiqardik. Xudo xolasa bozorga yangilik qildik. Kelinchay degan troykamiz bu. Kelinchay degan troykamiz mana. Haytagi uslubda bo'lgan aka. Haytagi uslubda. Ustunlari ham 45 gradusga burilingan mana. Buni olsa manaqa faton emas, oyna qilganmiz aka. Fatondan arzon narsa qo'ymaganmiz. Oynali xudo xolasa. Mana aka, eshik shanlari vakuum, buni ham albatta mana. Aziz aka, men materiallarni so'radim. Materiallarni xudo xolasa mana tushuntirib o'taman. Materiali MDF material, krashinli ish. MDF ustidan oq kraska ham sepganmiz, ustidan yemshug ham sepganmiz aka. Xizmatlarimizga 100% javob. 1 yil, 2 yil ishimizni qayerdadir nuqson bo'lib qolsa, borib xizmat qilib berishlarimizdan bepul. Servis bor. Albatta qilib beramiz. Nomerlarimizni beramiz, viziting kartochkalarimiz bor, beramiz, telefon qiladi, kelamiz. Aka, bunimiz 2 xil. Bunimiz paypan uslubli bo'lgan. Kimdir buni mononimiz noshkali bo'lgan aka mana. 2 xil variant aka. 2 xil varianti. Kimgadir noshkali, kimdir bunaqa paypali deydigan bo'lsa, bunimiz ham xuddi shunaqa eshik shanalari vakuum. Aslimiz 2 xil varianti. Xudo xolasa ancha-muncha bozorda suyib sotilayotgan ishimiz mana shu hozir. Trendda deng. Trendda. Xudo xolasa haligi Mustafa Mebel deb yozsa ham o'zimizni Instagramlarda anaqalarimiz bor. Albatta chiqadi. Aziz aka, bular razmeri qanaqa? Razmerlarimiz shu turishi 3,5 metr joyga tushadigan bo'lib turibdi, chunki troyka oralari ochiq-ochiq, yapishtiribroq qo'yaman, uyim kichkinaroq deydiganlarga 320 yerga ham tushaveradi. 320 ga. 320. 4 metrgacha cho'zib qo'yaveradi. Narxi endi aka, eng qizig'i narxi. Narxini aka 7 million narx aytyapmiz o'zi. Bizni mana shu
YouTube'dan ko'rib keldim yoki Instagram'dan ko'rib keldim deydigan klientlarga 5 million 200 ming so'mdan qilib beraman buni. 5 million 200 ming so'm. Sizning nomingizdan kelsa 5 milliondan qilib beraman. Birinchi, ikkinchi, uchinchi xaridorlarimizga. Rahmat aka. 5 million so'mdan ham qilib beraman. Xo'p, keyingisiga o'taylik bo'lmasa Aziz aka. Keyingimiz aka, mana buni olamiz. Buni Gorka deyiladi. Aha. Gorka. Mana aka. Polkalar bor. Qo'l kesmaydi. Albatta shahlangan hamma yo'llar, eshiklar vakuum akajon. Mana bu pastlarini ko'ringlar. Mana. Albatta hammasiga bor mana. Buni qo'yishimizdan maqsad balki idishda bo'lib qolgan tashlab olmasligi uchun buni qo'yganmiz aka. Xudo xohlasa ishlarimizni eshiklar hamma yo'lga vakuumlik. Mana aka. Naguzga tushmas. Hammasida polkasi bor. Ishimiz sifatlari albatta javob beramiz aka. Ko'rib turibmiz. Albatta. Chaklariga e'tibor bersa aka, ishlari, chaklariga mana. Xudosi nuqson joylari yo'q, inshaalloh hammasi xudosi tekis chiqqan. Xo'p, buni materiali MDF bu ham. MDF. Ustiga shampan kraska sepganmiz, xudo xohlasa. Aka, razmeri 275, 280, 90, 3 metrga da qo'yiladi aka bu. Yurib turadigan ishimiz. Bunimizning narxi bozor narxiga 5 million narx aytyapmiz. 4 million 200 ming so'mdan buni ham qilib beramiz. Keyingisiga ketamiz. Keyingisimiz akajon mana bunimiz. Bu nima bu? O'zi. Bu ham televizor, bir xo'shlik televizor qilsa ham bo'ladi buni ham. Ancha muncha ichlariga kiyim-kechak taxlidi, kitob qo'ysa ham bo'ladi. Ancha muncha mana mayillar, anaqalari bor akajonim, g'aladonlari. Nimaga qilsa ishlansa bo'laveradi. Bu tomoni ham polka. Albatta, u ham polka. Bu tomoni ham polka. Ranglarini qanaqangi holatda deydigan bo'lsa qilib beramiz. Qanaqangi jihoz ko'rsatyapmiz? Anaqa ichida, dastlabkasi ichida. Arzon narsamizni olamiz, qimmat narsamizni olamiz, dastlabkasi ichida. Dastlabkasi ichida deyapsiz, qayerga aytyapsiz dastlabkasi? Andijon viloyati bo'yicha qilib beramiz. Andijon viloyati bo'yicha qilib beramiz. Qolgan joyiga kelishilgan holda. Qolgan joylarga kelishib qilib beramiz. Ko'rayotgan odamlar hali nima o'polmasin deyapman-da, o'shancha so'rab olganlar. Albatta. Qolgan joyga kelishamiz. Klient ko'niga qaraymiz. Biz aytayotgan narxlar yo'q narx. Ya'ni albatta klient ko'niga qarab, sharoitidan kelib chiqib xizmatini qilaveramiz aka. Buni razmeri necha? Buni razmeri xudo xohlasa 2 metr aka. 180 bunisi 2 metrli bunisi aka. Bo'ylari 1 metr. Bo'ylari 1 metr. Bo'ylari 1 metr. Narxi-chi? Narxini 1 million 800 ming so'mdan qilib beramiz. 2,5 million narx aytyapmiz o'zi. 1 million 800 ming so'mdan qilib beramiz. 1 million 800. Yaxshi. Yana nima bo'ladi aka? Xudo xohlasa bizda mashina narsalarimiz bor. Xudo xohlasa ishlab chiqarishimiz kimgadir qarz jihozimiz yoqqan bo'lsa albatta qilib beramiz. Troykamiz yana boshqa turi ham bor, bitta ko'rsatib qo'yishimiz mumkin. Mana mana. Olib kelavering. Yana troykamizni mana klassik uslubda bo'lgan 8069 deyiladi. Bu troykamiz ham xudo xohlasa bozor suyi bo'layotgan troyka aka. Bu ham o'ta go'zal, o'ta yaxshi narsa mana. Eshiklar vakuum. Fasadlari MDFda bo'lgan, shampan kraska sepganmiz. Mana rangi ham bor akajon, mana sanoma rangi, tillaro rangi, tillaro rangi suyaman deganlar. Fason bir xil, rangida farqi bor. Ha, rangida farqi. Xudo xohlasa chiroyli qilib beramiz hamma yo'g'ini. Bularni mana razmerlari qanaqa? Razmeri shu turishi 3,5 metr joyga tushadigan bo'lib turibdi. Yopishtirib bo'lsa 3,30 bo'ladi aka. 4 metr, 4,5 metrgacha ochib qo'yaveradi. Chunki bu bo'lingan alohida narsa-da aka. Xudo xohlasa mana hammasini bir qator rasmga olib, ishlarimizni anaqa qilib oladi, video qilib. Buni narxi qancha aka? Narxlarimiz xudo xohlasa 5 million 300 ming so'mdan dastlabkasi ichida Andijon viloyati bo'ylab. 6 million 6,5 million baho aytamiz o'zi. 5 million 300 ming so'm dastlabkasi Andijon viloyati bo'ylab qilib beraveramiz shunaqa qilib aka. Zo'r. Mana hurmatli obunachilar, o'zlaringiz ko'rlang, Aziz akam narxlarni bir qator aytdi. Hamkorlik qilaman desam, bemalol aloqaga chiqa olasiz. Xonadoningizga olaman desam, bemalol kelib, tanlab yoki o'sha o'zingizga yoqqan mebelni shunday skrinshot qilasiz. Pastda raqamlar chiqadi. Aziz akam telegramlari bor o'sha raqamda. Bor. Tashlaysiz, mana shu mebel menga yoqdi yoki boshqa rangini zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Sog' bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Aziz aka, zo'rdan zo'r hal oldinda. Rahmat aka. Salomat bo'ling.